Bir paytlar Marina Clara serialidagi Valentin roli bilan ko'plab tomoshabinlarning xayolini o'g'irlagan Luis Jose Santander hozir qanday, nimalar bilan band? Shaxsiy hayoti serial sevarlar uchun qiziq. Luis Jose Santander 1965-yilning 8-aprelida Koloradoda tug'ildi. Ota-onasi ikkisi ham universitet professori, bu mamlakatda tog' mashinasozligini o'rganardi. Ammo ko'p o'tmay ular o'z yurtlari Venesuelaga qaytishdi. Keyinchalik 4 nafar farzandlari shu yerda dunyoga keldi. Bolaligim risoladagidek o'tgan. Men quloqsiz bola edim. Ko'p xayolga berilardim, deb eslaydi Luis Jose. Santanderning aktyorlik dunyosiga qiziqishi kutilmaganda tug'ilib, shifokorlik orzusini ortda qoldirdi. Buvam o'z vaqtida aktyor bo'lgan. Onamga ham bu ma'qul bo'lardi. Lekin u davrda bu unchalik oson emasdi, deydi aktyor. Ota-onasining qo'llab-quvvatlashi bilan orzusini ro'yobga chiqardi. Menga Amerikada drama san'atini o'rganish uchun stipendiya berishdi va men jo'nab ketdim. O'z yurtimga qaytganimda aktyor bo'lishni istayotganimni aniq bilardim. O'qishni davom ettirdim. O'sha paytda u pyesalarda qatnashib, Mamlakat, Taqdir va So'nggi atirgul filmlarida suratga tusha boshladi. Luis Jose Santanderga ilk kichik rol 1982-yilda nasib qilgan bo'lsa, 1987-yilda u Oy ham serialida suratga tushdi. U aynan shu serialni o'zining debyuti deb hisoblaydi. Ammo keyingi serialda aktyor bosh rolni o'ynadi va o'smir qizlar orasida ancha mashhur bo'ldi. Bu Ruddi Rodriges ishtirokidagi Chiroyli qizcha seriali edi. Teleseriallar olamida Santander va Rodriges eng ko'p haq to'lanadigan Lotin amerikalik aktyorlarga aylandi. Luis Jose juda mamnunligiga qaramay, bu faoliyatidagi shunchaki bir qadam ekanligini bilardi. Boshlash va nom chiqarish qiyin, ammo nomni saqlash yanada qiyin. Shundan so'ng Santander Maribel serialida suratga tushdi va bu loyiha unchalik muvaffaqiyatli bo'lmadi. Ammo 1991-yilda aktyor Katrin Fulop va Giancarlo Simankis bilan Shafqatsiz dunyo serialida o'ynadi. Bu Venesuela televiziyasidagi yana bir katta muvaffaqiyat edi. Bu paytga kelib Santanderning teleseriallari shunday qiziqish tug'dirdiki, Yevropada taniqli aktyorga aylandi. Ko'p teleseriallari Rossiya va Vengriyada namoyish qilindi. 1993-yilda Santander Macarena, keyin Morena Clara serialida suratga tushdi. Bu loyihalar u qadar muvaffaqiyatli bo'lmasa-da, aktyorning baribir omma uchun sevimli ekanini isbotladi. 1996-yilda Luis Jose Santander Meksikaga jo'nadi va Meksika super yulduzi Lucero bilan Sevgi rishtalari serialida suratga tushish uchun mamlakatning eng yirik tarmog'i televiziya bilan shartnoma imzoladi. Bu loyiha Meksika televiziyasining mumtoz namunasiga aylanib, o'smirlar orasida nihoyatda ommalashdi. Shundan so'ng aktyor 1996-yilda Claudia Ramirez va Sergio Goyri bilan Sensiz yasholmayman serialida o'ynadi. Keyin Luis Jose Santander qarzga olingan Hayot serialida so'nggi bosh rolini o'ynash uchun Peruga yo'l oldi. Aktrisa Viviana Hibelli Santanderning birinchi rasmiy qallig'i edi. Ularning munosabatlari deyarli 3 yil davom etib, to'y bilan tugaygandek tuyulayotgandi. Biroq Hibelli aktyorning rafiqasi bo'lmadi. Hatto do'stlari ham aktyorning uylanishiga ishonishmasdi. 1998-yilning fevralida Luis Jose Santander o'zidan 13 yosh kichik venesuelalik model Marjorie Banksga uylandi. Do'stim uni men bilan tanishtirganda, u men izlagan ayol ekanligini tushundim. U meni umrimning oxirigacha sevadimi bilmayman, ammo ishonchim komilki, u men bilan birga bo'ladi, derdi Luis Jose. 2000-yilning 20-noyabrida oilada Andrea Eugenia tug'ildi. Hayot o'zgardi. Endi u eng muhimi, dedi aktyor. Luis Jose Santander do'stlari bilan suhbatlashishni yaxshi ko'radi. Meksikaga ko'chib o'tganda yangi uyida katta ziyofat uyushtirdi. Luis Jose Santander Francisco Riveraga tan beradi. Pakirini o'ynashni istaydi. Meksika, Venesuela va Mayami orasida yashaydi. Santander shifokor, uchuvchi yoki aktyor bo'lishni istardi. Oxir-oqibat so'nggisini tanladi. Ammo butun hayoti davomida yangi ufqlarni zabt etib parvoz qilish, qahramonlari tufayli tibbiyot xodimini gavdalantirish imkoniga ega bo'ldi.